tajribamdan kelib chiqib real voqeani aytib bermoqchiman. Chunki bunaqa holatlar juda ham ko'payib ketyapti. O'zbekistonda ota egizak farzandlarini haqiqiy otasi emasligini halizgacha bilmaydi. Ayol bo'yida bo'lmagan qizini baxti uchun o'zi, qizi hamda turmush o'rtog'i, ya'ni turmush o'rtoqlari bu qizni o'gay otalari. Uchalaligi Izraelga ekosentrga borib, o'sha yerda eko qildirishadi. O'gay otadan o'zlariga eko qildiradilar hamda qizlarga eko qildiradilar. Qizlarni baxtlarini mustahkamlash uchun. Mabodo qizimga o'xshamay qolsa, mana homilador qizim deb o'zlari tug'ib bermoqchi bo'ladilar. Qaytib borishadi, hammaga qarindosh urug'qa qizi homilador, ikkitaga homilador deb hamma qarindoshlarga e'lon qiladilar. Tug'ishga yaqin kelishadi, qizlarini ham o'zlarini bir kunda tug'dirib berishimni iltimos qiladilar. Iltimoslariga binoan ham o'zlarini, ham qizlarini bir kunda tug'dirib beraman hamda shu egizak farzandlarini, ya'ni o'zlari o'g'il tug'adilar, qizlari qiz tug'adilar. Shu ikkita farzandni, egizak farzandni o'zlarining viloyatlariga qizim egizak farzandli bo'ldi deb olib ketadilar. Bu juda ham ayanchli holat deb o'ylayman. O'zini otasidan homilador bo'lib tug'di. Ona ham farzandini tug'ib qizlariga berdilar. Keyinchalik bularni, bu farzandlarni taqdirini hech kim bilmaydi. Buni faqatgina mana men bilaman, tuqqan ayol biladi. Bu farzandlarni, bu bolalarni taqdiri ertaga ayanchli bo'lishi mumkin. Nima uchun bizani O'zbekistonimizda juda ham gelli mutatsiyaga uchrab ketyapti. Shu hammasi qarindosh urug'larning o'rtasida bo'lgan nikohlar. Keyin bizani o'zbek oilalar eko qildirgandan keyin yoki inseminatsiya degan narsa bor. Donorlardan qildirishyapti. Ular atrofga yetishmaydi. Bularni turmush quradigan turmush o'rtog'i bilan inseminatsiya qildirgan donori otalari ham bir bo'lib qolishi mumkin. Menga bu voqeani gapirish berish oson emas, chunki bizning sentrda juda ham ko'p nuqsonli bolalar tug'ilayotganini ko'ramiz, mutatsiyaga uchrayotgan bolalarni ko'ramiz. Har xil nogironlik bilan tug'ilayotgan bolalar ko'payib ketayotgani uchun shu mavzuni olib chiqishga qaror qildim. Hamda shunaqa holatlar bilan kelgan ko'p oilalar bilan tanishman. Shu oilalar ko'p keladi. Agarda gaplarimda qanaqadir nuqson bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri gapirgan joylarim bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman.